Videoda ko'rib turganlaringizdek, O'zbekiston sharoitida issiqxonalarni quyoshdan saqlash uchun har xil usullardan foydalanib kelinmoqda. Birinchi usul bu loy bilan suvash, ikkinchisi setkalar bilan ustunlarni quyosh nurlaridan saqlab kelmoqda. Bu usullarda hozir sizlarga kamchiliklari haqida aytib beramiz. Birinchidan, loy suvash orqali qilinadigan yopish ishlarimiz salafanlarimizni sifatini buzadi. 2-3 mavsumga mo'ljallangan salafan vositalarimizni bir mavsumdan keyin almashtirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Buni o'zi ham katta xarajat bo'ladi. Yoki ishchi kuchi, eng asosiysi yomg'ir ko'p yog'gan vaqtida loylarimiz yuvilib ketadi. Bu ham bir kamchiligimiz. Qolaversa, quyoshda zararli ultrabinafsha nurlaridan to'liq saqlay olmaydi loy. Bu bizning loy suvashdagi kamchiliklarimiz. Setka tortish usuli issiqxonasi borlar juda ham yaxshi bilishadi. Unga ketayotgan xarajat to'liq quyosh nuridan saqlamasligini. Yana kamchiliklari bor. Buni kommentariyalarda kutib qolamiz. Issiqxonasi borlardan o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Biz esa sizlar uchun yangiligimizni ko'rsatib o'tamiz. Issiqxona tonirovkalari, ya'ni bular quyosh nuri, ultrabinafsha nurlardan issiqxonamizni saqlab turadi. Issiqxona haroratini 8-10 darajagacha pastlatib beradi. Asosiysi issiqxona qoplama vositalari, ya'ni salafanlarimizni umrini uzaytiradi. Qo'llanishi juda ham oson va yengil. Yomg'ir yog'ganda yuvilib ketmaydi. Bu mahsulotimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan Greenhouse Shader. O'zbekistonda mana bu yangilik. Ushbu videoni hali ham issiqxonalarni loy, har xil setkalash usullarini qo'llab yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Agro ishonch. Albatta siz ishonchni tanlaysiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Oxirida bizda o'sha hamishaga bitta bundan yemaysiz.